Yenge, akam öydi bağma. Ha, öydi bağ. Munda gap. Öydi artık pul bolsa, 2000 koy berip tura alasızlarmı? Ha. Onda xo'sh sal saqlab turing. Men uyga chiqib sizga aytib beray, ya. Maqli. Nima qilyapsan? Ha. İlyasjon pul deb kelibdi-ku. Shuni aytib beray deb. Pul deb kelibdi? Ha. Ha. Tushib chiqay, ya. To'xta. Men bilib tushay. Adaş birdem saqlab turinglar, ha. Va birdem barman juma. Maqli. Mana pul. Rahmat yenge. Nima ish qilsa buni? Shu bir ag'inam kelibdi-ku. Ko'rishmagil uzun bo'lganda, endi birga tamoq yapirib mehmon qilib qo'yay dedim. Uni quruq qo'l yo'lga solib qo'ysam bo'lmas? Gap. Unda desam boshqacha o'ylab qolma. Texi oldin qayda balaning yasay pulini to'laydiganga yana bachmochdan chiqmadi. Eli bu og'inam, eli bu so'rnim deb tapqan pulingning ravoyi chiqmay, hozir ayolimni ajishman deb yomonlab o'tiribdi. Nemishqa shu ishlardan ozroq bo'lsin savoq olay demaysa. Seni do'st tutma demoqchi emasman. Lekin hamma ishning cheki bo'ladi. Bunda ahamiyatsiz ishlarga beradigan pulim yo'q. Voy, sen nimni bilasan aka? Akishtigam sendek bulamda. Tutamlı çıkıdak dostlarımdan birisi yok. Ya münasebetçen bir kağının tayini yok. Sendek öydün talağa çıkmay yaşaganın nimpaytsa. Fukam, sen biz kichik bola emas. Ota-onamizning olidan xabar olmasak tehi. Balalarning kelgusi uchun ularni yaxshi o'qitmasak tehi. Mushularning qaysi birisi pul ketmaydi. Terish pul topadigan oltindek yoshlig'ini o'shanda ahamiyatsiz ishlarga o'tkazsam, aman bir kuni pushaymon qilsa. Akanız to'g'ri deydi. Er kishi degan o'zigila emas, butun bir oilaga ega bo'lib yashash kerak. Ya bu nimançılık küçülersler değil mi? Aldığımda atalı uyun koyup vermey. Belki onlar bulmasa vermeyme desenler bulundu mu? Maqul, gap mushuga kelgankan, shu atalmış og'inlaringni bir sinab boqayli. Men bu og'inlarimni telefon qilaman, sen mi telefon qilsan? Hani kimning og'inisi asqatadi ekan, shuni biz surishtirib boqayli. Agar bir og'inang asqatib qolsa, bo'ldi. Bayatning 2000 koyni sana berib o'taman. Voy ma'qul hesap. Telefon qilar misan? Voy, Adiljon. Menga jiddiy bir zaruriyat bilan 20 ming koy lozim bo'lib qoldi. Unda bo'lsa men uyda, seni o'zi saqlayman. Aka pergan bo'ldi mi? Endi navbat san keldi. Qila. Ma'qul tuttu, ha? Ve adaş, ciddi 20 ming koy lazım bo'lib qolganda aka bera olamsan? Ya çaq qilyaptamsan ya 20 ming koy nima ish qildi menda? Ve Abdülmit'ka 2 ming koy etib bersan olibdi-ku, ciddi pul lazım bo'lib qolganda. Voy Fukam. Bu qarzdan qutlanmayotganda nədiki pul mendiki? Oldirashdim, xo'shay qo'yibdim. Ko'rgansan? To'xtabdi, ha? Yana birisi bor, cho'qim berib turdi. Ve adaş 2 ming koy ciddi lazım bo'lib qolganda bir yordam qilib tursam bo'libdi-ku. Ve Yana qoyil bo'lmading Fukam. ya bo'pti. Santik aka bermidi-ku, og'zi adab qo'ygan bila. Voy. Bo'ldi qilsanglar bo'lmamdi ekanlar. Arslan. Adaş, sen ayol olib qoldim. Ha rost. Ma Go'har Goroyning Abdulla Abterim akamiz obraz vakili bo'lgan Go'har biliq men yurishkin sanaga keldim. Joy-joylardan vakolat qabul qilib ekan, men vakolat yo'g'antim degina. Qon besimim eshib ketdi, qinim qo'yiqlashib ketdi deb atatdim. Mushunda qavallarni yaxshilaydi. Adaş, emsi men o'yin azroq ishim bordi. Men menga beray. Maqul yanga. Nima sen avar bo'lib, kela o'tirib. Voy bo'ldi, telefon qila. Xo'sh. Ko'rdingmi? Og'in degan mana shunday qiladi Fukam. Kun bo'yi sen bilan so'rim birga chipib, alqiliq payti soyisini ko'rsatmaydiganlar emas. Balki shunday uzun yil izlashmismi? Boshqa kun tushganda hamma ishini qo'yib kelaydiganni ondan og'in deymiz. Og'inangning oz ko'pligi muhim emas. Sana haqiqiy hamdan bo'la oladigan bir og'inang kayningdan so'kildab yuradigan 10 man kuchlidan ortiq turdi.
Ala. Ala. Ukam, seni qasdan o'ng'aysizlantirgan emas. Faqat pulni o'rinliq yoki qayzitgan degan umidda o'shunda qilishga majbur bo'lib qoldim. Tushundim. Rahmat aka. Tushungan bo'lsangiz yaxshi. Unda xo's birdam o'ltirib turinglar. Men tamoq etay. Anda menga afkam.